artistlarimizni umuman haqqi yo'q bu narsaga. Hozir men gapirmoqchi bo'lgan mavzu bor. Xullas, artistlar, qiziqchilarimiz konsert bersa, konsertdagi bir noqonuniy holat bor. Nima bo'ladi? Konsertda o'tirgan tomoshabinlar telefoniga syomka qilsa, katta odamlar yugurib kelib, syomka qilmanglar, unaqa ekan, bunaqa ekan deb, yaxshilikcha aytyapmiz deb do'q qilib ketishadi. Lazerlarni tushirib, o'sha syomka qilayotgan odamga. Bu noqonuniy. Eng birinchi navbatda Konstitutsiyada bu kafolatlangan inson huquqlarini buzish hisoblanadi. Chunki qonunchiligimizda jamoat joyida har qanday tasvirga, suratga olish kafolatlangan, u insonni o'zini huquqi. Inson huquqi. Konsertda o'tirganlar esa ham inson, ham iste'molchi huquqini ham buzish bo'lyapti bu yerda. Hurmatli konsert berar artistlarimizga bu keyingi konsertlariga balki o'ylab ko'rishar. U iste'molchi pulini to'lab qo'yyapti. Xohlasa uxlab o'tiradi kirib olib. Xohlasa kuladi, xohlasa yig'laydi. Xohlasa syomka qiladi. Ularni 2-3 minutlik syomkasini deb siz butun boshli auditoriyangizni yo'qotmaysiz. Yoki ular qo'ygan o'sha 2-3 minutlik videoni deb siz boshqalar ko'rmay qolib yo siz konsertingizga tushmay qoladigan holat emas bu. Hech narsa yo'qotmaysiz va hokazo. Ularni deb sizlar konsert beryapsizlar. Ularni deb sizlar shunaqa mashhur bo'lib yuribsizlar. Ularni deb shunaqa artist bo'lib, to'yma-to'y yoki boshqa tirikchilikda yuribsizlar. Ularni erkiga daxl qilmanglar. Xohlaganicha dam olib, xohlaganicha syomka qilib olishi mumkin. Internetga qo'ysa, uni endi u yog'ini qonuniy o'zlaring hal qilsanglar bo'ladi.